Tasavvur qiling, siz ovqatni kamaytirdingiz. Shirinlikni ham kamaytirgansiz. Piyoda yurishni boshladingiz, lekin qorindagi yog' o'sha turibdi. Ovqatdan keyin haligacha uyqu bosadi. Shirinlikka tortish ham yo'q qolmadi. Siz o'zingizdan so'raysiz, men nima qilyapman? Nega natija yo'q? Agar shu holatlar sizda kuzatilayotgan bo'lsa, nazarda tuting, muammo ko'pincha sizdagi irodada emas. Ko'p holatlarda bu insulin bilan bog'liq bo'ladi. Bugun esa uni tushunishni ilmiy asoslangan va amaliy jihatdan eng muhim 5 ta usuli haqida gaplashamiz. Eng muhimi, sizga mos keladigan yo'lni qanday tanlashni tushuntiraman. Maqsad o'zingizni qiynash emas, balki organizmingiz qanday ishlayotganini tushunib, unga mos yo'l tanlash. Birinchi qadam, har safar och qolishingiz shart emas. Ko'pchilikning birinchi xatosi, umuman yemay qo'ysam, insulin tushadi deb o'ylashadi. Bu har doim ham to'g'ri bo'lmaydi. Ba'zi odamlar uchun ovqatlanish oralig'ini tartibga solishni o'zi foydali bo'lishi mumkin. Lekin bu usul hammaga ham mos kelmaydi. Muhimi, kun davomida tinimsiz tamaddi qilishni kamaytirish. Har soatda pechenye, shirin choy, konfet yoki mayda gazaklarni kamaytirish. Bular insulinni tez-tez oshirib turadi. Agar siz ovqatdan keyin kuchli uyqu bosishini sezsangiz, bu ko'pincha ana shu insulin ko'tarilishi natijasi bo'ladi. Bu haqida alohida videomiz ham bor, ko'rishni tavsiya qilaman. Organizmga dam berish muhim, lekin bu o'zingizni qiynash degani emas. Ikkinchi qadam, tez hazm bo'ladigan uglevodlarni kamaytiring. Insulinni eng ko'p qo'zg'atuvchi omillardan biri bu tez hazm bo'ladigan uglevodlar. Oq non, shirinliklar, shirin ichimliklar, ba'zi pishiriqlar. Bu degani biz hech qachon yuqoridagilarni yoki milliy taomlarni yemaymiz degani emas. Milliy taomlar batamom taqiqlanmaydi. Muhimi, tez-tez ovqatlanish, porsiya, muvozanat. Agar likopchangizda faqat guruch va non bo'lsa, organizmning javobi boshqacha bo'ladi. Agar yonida oqsil, sabzavot va tolalar bo'lsa, bunga butunlay boshqacha javob bo'ladi. Ba'zan muammo taomni o'zida emas, uni qanday iste'mol qilishimizda. Uchinchi qadam, mushaklaringizni unutmang. Ko'pchilik ozishni faqat yugurish deb o'ylaydi, lekin mushaklar organizmdagi eng katta glyukoza iste'molchilaridan biridir. Oddiy qilib aytganda, mushaklar qanchalik faol bo'lsa, glyukozadan foydalanish shunchalik yaxshilanadi. Shuning uchun yurish, elastik rezina bilan mashqlar, uy sharoitida kuch mashqlari, yoshingizga to'g'ri keladigan mushak mashqlari juda muhim hisoblanadi. Siz sportchi bo'lishingiz shart emas, lekin harakat qilishingiz kerak. 4-qadam, uyquni e'tiborsiz qoldirmang. Bu ko'pchilik yetarli e'tibor bermaydigan qadam. Agar siz kechasi kam uxlasangiz, tez-tez uyg'onib ketsangiz, doimiy stress holatida bo'lsangiz, bu insulin sezgirligiga ham ta'sir qiladi. Shuning uchun ba'zilarni eshitsangiz, men hamma narsani qildim, lekin baribir ozolmayapman deyshadi. Va muammo ularni ovqatida emas, balki uyquda bo'ladi. Agar siz kechasi soat 3 da uyg'onib ketadigan bo'lsangiz, bu insulin bilan bog'liq bo'lgan alohida muammo bo'lishi mumkin. Bu haqida alohida video bor, uni ko'rishni tavsiya qilaman. 5-qadam, qachon dori kerak bo'ladi? Bu savolni ham ko'p berishadi. Doktor, menga metformin kerakmi? Hamma uchun ham kerak emas. Ba'zi holatlarda xo'mayar, 3 oylik sahr, och qoringa qand, vazn va hamroh kasalliklar asosida shifokor bilan birga qaror qilinadi. Xo'mayar va u nimani ko'rsatadi? Bu haqida alohida video bor. Agar bu ko'rsatkichni hali tushunmaydigan bo'lsangiz, shu videoni ko'ring. Kimdadir hayot tarzini o'zgartirishni o'zi yetarli bo'ladi. Muhimi dorini internet tavsiyalari bilan emas, o'zingizni holatingizga qarab tanlash. Agar insulin yuqori bo'lsa, bu umrbod hukm degani emas. Ko'pchilik o'zini ayblaydi, lekin har doim ham muammo irodada emas. Organizm noto'g'ri signal olayotgan bo'ladi. Yaxshi tomoni shundaki, bu signallarni o'zgartirish mumkin. Xo'mayar haqidagi videomizni hali ko'rmagan bo'lsangiz, albatta ko'ring. Chunki ko'p hollarda insulin bilan bog'liq bo'lgan muammolar qonda qand ko'tarilishidan ancha oldin boshlanadi. Shu sababli bu ko'rsatkichni tushunish juda muhim. Izohlarda yozing. Siz uchun eng qiyini qaysi? Shirinlikni kamaytirishmi, harakatni ko'paytirishmi yoki uyquni tartibga solishmi? Sizning javoblaringiz keyingi videolarimizni tayyorlashga yordam beradi.